Hammaga salom. Sizlar bilan Unico Parfum. Bugun sizlar bilan bitta firmani emas, har xil firmani ampulalarni obzor qilib chiqamiz. Birinchisi bu premium kачестводagi Belalanco firmasining vitamin C serumi, ya'ni ampulasi. Bu ampula juda ham effektiv hisoblanadi. Effektini 15 kun, 1 oyda bemalol sezasizlar. Bu nima uchun qaratilgan? Tarkibida vitamin C bor. Shuni hisobiga sizni yuzingizni oqartirishga va pigmentlaringizni ochartirishga qaratilgan. Bundan tashqari vitamin C nafaqat ochartirishga qaratilgan, oksidlanish, ya'ni oksidlanishni oldini oladi. Shuni hisobiga sizni qarishingizni sekinlashtirib beradi. Keyingisi bu UIK brendidan bariyeri buzilgan teri uchun bariyeri tiklashga qaratilgan, tarkibida pantenol bo'lgan mana shunaqa ko'rinishdagi ampula. Bu sizni yuzingizni namlantiradi, bariyeri tiklaydi hamda qizarishlarni oldini oladi. Keyingisi bo'lsa Medicoop firmasidan shunaqa ko'rinishdagi tarkibida pidrin hamda kollagen saqlaydigan ampulamiz. Bu ajinlarga, bo'shashgan terini tiklashga va mayda ajinlarni yoyishga qaratilgan. Bundan tashqari kollagen va pidrin hisobiga bariyeri tiklashga qaratilgan ampulamiz. Buni asosan 35-40 yoshdagi ayollarimiz ishlatsa, effekti juda ham yaxshi bilinadi. Keyingisi bu Medicoop firmasidan tarkibida pidrin hamda kollagen saqlaydigan ampulamiz. Bu asosan 25 yoshdan keyingi, ya'ni mayda ajinlar tushishi boshlaganda, terilar osilishi boshlaganda ishlatish uchun juda ham yaxshi variant. Agarda sizning teringizda ajinlar tushish ehtimoli oshib turgan bo'lsa, hamda teringiz bo'shashganini his qilgan bo'lsangiz, siz uchun juda ham yaxshi effekt beradi bu ampulamiz. Oxirgisi bu Dr. Altea brendidan yuzdagi qizarishlarga hamda sezuvchanlikni yo'qotishga qaratilgan mana shunaqa ko'rinishdagi ampulamiz. Effekti juda ham yaxshi, o'zim ishlatib ko'rganman. Agarda sizga kundalik ishlatish uchun ampula kerak bo'lsa, sizga tavsiya qilgan bo'lardim. Nima deydi? Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Videolarimiz sizlarga foydali bo'lgan bo'lsa, bizga like bosishni hamda obuna bo'lishni unutmanglar.